Demak, biz hozir SSDni yuborishni ko'rib chiqamiz Rush bilan. Birinchi o'rinda bizga VPN kerak bo'ladi. Mana shu Planet VPNni yuklab olishinglarni maslahat beraman. College Board rasmiy saytiga kirib olamiz. College Board rasmiy saytiga kirgandan keyin akkauntga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Akkauntga kirishni bosamiz. Email kirgiziladi. Emaildan keyin login parol uchun parol kirgiziladi. Paroldan keyin keyingi sahifaga o'tiladi. Keyingi sahifadan MySCT bo'limi tanlanib, keyingi bosqichga o'tkazilinadi. Keyingi bosqichimizda biz eng pastga o'tganimizda Send Your Scores bo'limi bor. O'sha yerdan Send Scores bo'limi tanlanadi yana. Va keyingi bo'limga o'tkaziladi va keyingi bo'limda biz 35787 D kodini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bilim va malakalarni baholash agentligining kodi. Shu tanlanadi, keyingi bo'limga o'tkaziladi, davom etish bosiladi. Va bizda yana davom etish bosiladi. Bu yerda xohlasalaring bitta sertifikatni o'zingizga jo'natish bor. Xohlasalaring oldingi sertifikatlarning bittasini tanlab olsalaring bo'ladi. Bittasini tanlamoqchi bo'lsangiz eng yuqorisini tanlab jo'natishlaring mumkin. Va biz keyingi bosqichga o'tkazilamiz, yana davom etamiz. Va bu yerda ko'rishimiz mumkinki, mana standart $0, Rush bilan $31, jo'natish $15, общий $46 bo'lyapti. Va keyingi bo'lim tanlanadi yana. Bizda bunda to'lovning ikki xil turi bor. Bu PayPal va Visa va Mastercard orqali. Bizda PayPal ishlamaydi va Mastercard yoki Visani ishlatishimiz kerak. Va so'ralgan ma'lumotni hammasini to'ldirib chiqamiz bu yerda. Hamma, ya'ni kartani egasining ma'lumotlari. Men shunaqa to'ldirdim. Kartani egasi ma'lumotlari yoziladi, ism, familiya va manzil uchun ikkita joy ko'rsatilgan bo'ladi. O'shalarni hammasini to'ldirib chiqamiz. Pastroqqa tushganimizda karta ma'lumotlari so'raladi, ya'ni karta turi Visa yoki Mastercard va kartani to'liq raqami joyiga kartamizni nusxalab yuborib qo'yamiz va oxirida maxsus kod bo'ladi. O'sha kodni va amal qilish muddatini yozishimiz kerak bo'ladi. Maxsus kod CVV deyiladi, 3 xonali son bo'ladi. Va hammasi yuborilgandan keyin keyingi bo'limiga o'tkaziladi. Keyingi bo'limga o'tkazilgandan keyin proses amaliyoti ko'rsatiladi va sizlarning natijalaring yuborilganligi tasdiqlanadi. Ya'ni bu tasdiqlanish sizlarning natijalaringiz yubordik degani emas, sizlarning arizalaringizni biz qabul qildik, bo'ldi, ko'rib chiqamiz degani.